R radiusli 3 ta teng aylananing har biri qolgan ikkitasiga urinadi. Bu aylanalarga o'tkazilgan umumiy tashqi urinmalardan hosil bo'lgan uchburchakning yuzini toping. Hop, demak bizga hosil bo'lgan ABC uchburchakning yuzini so'rayapti. Hop, aylana markazlarini O1, O2, O3 nuqta bilan belgilaymiz va ularni ketma-ket tutashtiramiz. Bo'ldi. Hop, biz yuqorida 6-misolda buni isbotini ko'rdik, ya'ni quyidagicha. Aylana markazlar orqali o'tuvchi to'g'risi ularni tashqi ravishda urish nuqtasi orqali ham o'tadi. Yuqorida 6-misolda ko'rdik buni isbotini. Demak, bu yergacha bo'lgan masofa radius, bu yergacha bo'lgan masofa ham radius. Bunisi ham radius, bunisi ham radius. Aylanalar teng bo'lgani uchun barcha radiuslar bir xil. Natijada uchburchak O1, O2, O3 ni barcha tomoni teng bo'lgani uchun bu uchburchagimiz muntazam uchburchak. Muntazam uchburchakning asosdagi burchaklari 60 gradusdan iborat. O1 aylana markazidan shu aylanani AB tomonga urish nuqtasiga perpendikulyar tushirgan bo'lsak, bu perpendikulyarimiz aylana radiusiga teng. O2 nuqtadan ham xuddi shu AB tomonga perpendikulyar tushirsak, bu perpendikulyarimiz ham aylana radiusiga teng. Natijada bizda yangi masala paydo bo'ldi, ya'ni bir to'g'ri chiziqqa ikkita teng uzunlikdagi kesmalar perpendikulyar tushirilgan. Bu ham radius, bu ham radius. Hop, shu kesmalar uchi orqali o'tuvchi to'g'ri chiziq berilgan dastlabki to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladimi yo'qmi, shuni ko'rishimiz kerak. Ya'ni L1, L2. Hop, bu masofani A bilan belgilaymiz. Diagonal o'tqizib so'ragan bo'lsak, ya'ni to'rtburchagimizni dastlabki diagonalini o'tqizdik. Buni D1 bilan belgilaymiz. D1imiz to'g'riburchak uchburchak bo'lgani uchun radius kvadrat plus A kvadratga teng. Ikkinchi diagonalni o'tqizib yuborsak, hop, ikkinchi diagonalimizni D2 bilan belgilaymiz. D2miz ham ildiz ostida radius kvadrat plus A kvadratga teng. Bundan kelib chiqadi D1 diagonalimiz D2 ga teng ekan. Ya'ni bizda dastlab to'rtburchak edi bu shakl, qizilda ajratib chizgan bo'lsak, hop, bu shaklimiz to'rtburchak edi. Diagonallar teng bo'lgani uchun, demak, to'rtburchakning diagonallari teng bo'lsa, bu to'rtburchak faqatgina to'g'ri to'rtburchak bo'ladi. Shu sababli to'g'ri to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari parallel, L1 to'g'ri chiziqimiz L2 to'g'ri chiziqqa parallelligi kelib chiqdi. Hop, natijada bizda chizmamizda O1, O2 chizig'imiz ABga parallel bo'ladi. O2, O3 chizig'imiz BS tomonga parallel. O1, O3 chizig'imiz AC tomonga parallelligi bizga ma'lum. Demak, O1, O2, O3 uchburchakni ABC uchburchagi 3 tomoni parallel bo'lsa, demak, ABC uchburchagimiz ham muntazam uchburchak va burchaklari 60 gradusdan iborat bo'ladi. Endi O1 markazli aylana A burchakka ichkisilgan aylana markazi bo'lgani uchun burchakka ichkisilgan aylana markazi shu burchak bisektrisida joylashadi. Ya'ni bu burchagimiz 30 gradusga teng. Bu nuqtani N harf bilan belgilagan bo'lsak, demak, tangens 30 gradusimiz qarshidagi katet radiusga teng. Hop, radiusi AN ga nisbatan. Bundan AN ni topadigan bo'lsak, ANimiz ildiz 3 ta radiusga teng. Bu yergacha ildiz 3 ta radius, bu yergacha bo'lgan masofa 2 ta radius, bu yergacha bo'lgan masofa ham ildiz 3 ta radiusga teng. Xuddi bu usulda ishlanadi. Shu usul bilan bir xil. Hop, demak, 4-chi ish bizda ABC uchburchakning yuzini so'rayapti. ABC uchburchak muntazam uchburchak bo'lgani uchun ildiz 3 taqsim 4 AB ni kvadrat. Bu ham tenglik ildiz 3 taqsim 4 AB tomonimiz 2 ildiz 3 ta radius plus 2 ta radiusning kvadrati. Hop, ildiz 3 ta radius kvadrat ko'paygan
to'rt plyus ikki ildiz uch. Qavs ochiradigan bo'lsak, 4 ildiz uch plyus 6 ko'paygan radius kvadratga teng.